Qo'shnini qara. Oddiy non bilan choy ichib o'tiribdi. Xuddi uyini olib borib ber, yeb oladi. Qo'shnini. To'g'ri aytasan, ba'am o'zi zo'r oila boqar. Qo'shni qarasam non yeb o'tirgan ekansiz. Mashina yeb oling. Qo'yavering. Ha, mana qo'ydim, aytaman. Aytaman. Maza qilyapti. Maza qilib yeyishini yayrayapti. Yaxshi bo'ldi. Buni bo'lishib yuramiz-a biz. Bittaman, bitta sanchi. Akam o zakasi qilgan hazilli xuddi o'zi aka. Saboydayizni hozir qilib bersizmi, ketyapti qilib bersizmi? Sarzorlar. Yoqin ishtaha. Aka, qanaqa noinsof odamsiz? Qo'shningiz bilan xuddi yeyapti dedi. Bittasini sizga olib kelib berdi, indamay olib qo'yganingizni qarang. Endi bittani bo'lishib yeyapmiz. Hamma olib kelib beringlar dedimmi? Hazilli xuddi aytdim o'zim. Yevosam ham katta gap endi. Insof yo'q ekan qo'shningiz. To'rondan ketdi. Mana uni ham yeb ol. Yeb olavermadingda, Dastavkasi bor. Pastda nomerlarga telefon qilsang, bepulga uyga olib borib beradi. Uyga yeymiz. Batta qo'ni-qo'shni ko'rib qolsa, rahmimiz kelib berib yuboryapti. O'rtoqlar qancha keladi o yegan? O'rtoqlar bemalol O'ramchoqxonasining ro'parasida chef burgeri kelishaveradi. Dastavkasi ham bor. Undan ko'ra pastda nomerlarga telefon qilamiz, olib borib berishadi. 4 kilometrga bepul ekan. Bepul ketdi.